qizlar skuter minarmikan? Qizlar skuter haydaysilarmi? Agar biz chiqmay qolsak, biz ketgan bo'lamiz. OpenShop.uzda 10 yilga faoliyat bizda. Hammaga assalomu alaykum. Bizlar bugun sizlarga OpenShopda aktuallik ketayotgan, ya'ni hozirgi kunda ommabop bo'lgan aksiyalarimiz haqida ma'lumot berishga qaror qilib o'tdik. Birinchi bo'lib, eng katta vaucherlarimizdan biri bo'lib kelayotgan hozirgi kunda bu tur vaucher hisoblanadi. Ya'ni Navoyaj bilan hamkorlikda hozirda olib borayotgan turimiz. Buni qo'lga kiritish uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsanglar, bu tur vaucherini qo'lga kiritish uchun siz OpenShopdan saytimiz orqali yoki savdo nuqtamizga tashrif buyurib 500 ming so'mdan yuqori bo'lgan istalgan mahsulotni xarid qilsangiz, sizga tur vaucheri qo'shib beriladi. Tur vaucheri qanaqa qatlaga boriladi, nima deydigan bo'lsanglar, menga bunday zo'r yoqqan joy bilasizmi nima bo'ldi? Bir hafta ichida Turkiyani 3 ta davlatga borib ko'rsangiz bo'ladi. Naqd 3 ta. Naqd 3 ta. Qaysi deydigan bo'lsangiz, bu Pamukkale, Kappadokiya va Antaliyaga. Tasavvur qilinglar, Antaliya, Turkiya, suv bo'yi, sohil, voy. Ketaveramizmi? Juda yo'q, ketaveramiz. Ketaveramiz. Agar biz chiqmay qolsak, biz ketgan bo'lamiz. Tur kuniga necha kun kiradi deydigan bo'lsanglar, bu tur vaucherimiz 8 kunduz va 7 kechani o'zini ichiga oladi. 4 va 5 yulduzli mehmonxonalarda bemalol dam olsanglar bo'ladi. Uning ichiga страховка polisi kiradi va undan tashqari sizlarga gid qo'shib beriladi. Ya'ni borib, "Mana nima ekan, bu nima ekan" deb qiynalmaysizlar-da. Borasiz, gid sizni o'zi olib boradi, aylantiradi, ko'rsatadi. Zo'r kadrlar qilib qaytib kelsangiz bo'ladi. Imенно tur qanaqa joylarda bo'lishini biz taxminiy kadrlarni qo'yib boramiz. O'zinglar bemalol ko'rib tanishsanglar bo'ladi. Men juda ham ajoyib taklif bo'lyapti biz tomonidan. Bu sertifikatlarimizni sonlari cheklangan, qo'lga kiritish uchun albatta mahsulotimizdan xarid qilishga ulgurib olinglar. Menimcha juda ham zo'r imkoniyat. Juda ham zo'r narxlarda gidlari bilan, ya'ni 5 yulduzli mehmonxonasida, ya'ni 3 ta davlatiga bu menimcha wow bo'ladi do'stlar. Qo'shilaman. Albatta boramiz biz ham. Boramiz. Xo'p, keyingi yangiligimiz bu, agarda bizdan smartfonlarimiz, ya'ni 5G ni qo'llab-quvvatlaydigan Honor deysizmi, Infinix deysizmi, Vivo deysizmi, smartfonlarimizni xarid qilsangiz, Perfectumdan ajoyib sim kartalar qo'shib berilyapti. Ishonasizmi, bir oyga, birinchi oy uchun 1000 so'mga, atiga 1000 so'mga abonement berilyapti. Bu cheksiz internet. 1000 so'mga. 1000 so'mga internet. Va ikkinchi oydan o'zini standart paketi bo'yicha to'lovlarni yechib boradi. Lekin menimcha bu hamma biladi. Perfectum juda ham zo'r ishlaydi. Antennasi hamma joyda chiqadi. Yer ostida ham, ustida ham, tog'da ham vashta zo'r chiqadi. Bu juda ham zo'r bo'lgan bir bonuslardan hisoblanadi. Keyin hozirgi kunda bilasizlar, bizda maktab boshlanyapti. Maktab boshlanayotgani sharofati bilan OpenShopda yangi aksiya kelyapti. Ya'ni jajji bolajonlaringiz uchun mana ko'pchiligimizda yosh bolalari bor, bozorlik qilishga ulgurmay qoladi, qanaqadir bolasini qulay sharoitda o'tkazib dars qildirgisi keladi. Bolajon maza qilib dars qilish uchun bizda stollarimiz bor. Stollarimizni komplekt qismida, ya'ni tepa pastki qismi bilan nabor qilib oladigan bo'lsanglar, sizlarga bonus sifatida Alisa aqlli kolonkasini qo'shib beramiz. Bu juda ham zo'r. Bolajon dars qilayotganda Alisa yordamida, hozir bilasizlar, sun'iy intellekt bilan zo'r chiqishib qilyapti hamma narsalar. Talabalarni bir hayotidagi ajralmas nuqta bo'lib qolgan desak ham bo'ladi. To'ppa-to'g'ri qo'shilaman va qanaqadir vaqtni ham ancha tejayapti bu narsa. Juda ham vaqt tejaydi. Misol uchun elementarni o'zimiz o'qishga ketkazadigan 2 soat vaqtimizni sun'iy intellekt yordamida tan olaylik 20 minutda qilib qo'yamiz-da, kerak bo'lsa. To'ppa-to'g'ri qo'shilaman. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Aksiyamiz 15-avgustdan boshlanadi. Bolajonlarimiz uchun tegishli bo'lgani. Istalgan rangda xarid qilsangiz bo'ladi. Pushti deysizmi, ko'kidan deysizmi, boshqacha rangidan deysizmi, saytimiz bor. Pastda mana saytimiz linkini qoldiramiz. O'sha saytimiz linkiga o'tib, bemalol kirib mahsulotlarni tanishib chiqsangiz bo'ladi. Men ham o'zimni janimga olaman. Olasiz. Va kolonkani o'zimga olib qolaman. Yeah, boy.
fikr. Xo'p, undan tashqari bizda yana aksiyalarimizdan biri studentlar uchun ajoyib aksiya ketyapti. Ya'ni, agarda siz 1-chi, 2-chi va 3-chi kurs talabasi bo'lsangiz va davlat universitetida o'qiyotgan bo'lsangiz, 8 milliongacha limit berilyapti. Ya'ni bu xohlasangiz o'qishingiz uchun notebook desangiz notebook olasiz, smartfon desangiz smartfon va qo'shimcha daromad uchun, ya'ni o'qishdan keyin skuter xarid qilib qo'shimcha daromad qilsa ham bo'ladi. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Plastik karta kerak? Plastik karta ham shart emas, pasport ham shart emas. To'g'ri. Talab etiladigan faqatgina o'sha davlat universitetida 1-chi, 2-chi va 3-chi kurs bo'lgan talabalar bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. Anaqami uning uchun qayerga telefon qilish kerak? Uning uchun 71 203 66 60 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham berib o'tishadi va istalgan rusumdagi smartfoningiz yoki notebook yokida aytib o'tganimdek, o'sha skuterni ham xarid qilishsa bo'ladi. Skuter ham olsa bo'lar ekanda? Albatta. Qizlar skuter minarmikan? Qizlar skuter haydasizlarmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Tanishlar bo'lsa so'rab yozaveringlar. Skuter haydashadimi yo'qmi? Ko'rganlar bormi? Va yana bir aksiyamiz bu Texno bilan Oppo smartfonlariga 8 million so'mgacha limit ajratiladi. Rasmiy ish joyingiz bo'lmasa ham, plastik kartangiz bo'lmasa ham. Sharti bor. Sharti Toshkent shahar va Toshkent viloyat propiskasi sizda bo'lishi kerak. Agar iroda sizda tanishlaringiz bo'lsa, limit ola olmaganlar bo'lsa, yoki kredit tarixi yomon bo'lib, lekin telefon kerak bo'ladigan tanishlaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Bizani savdo nuqtalarimizga tashrif buyursa, propiskasi bilan kelsa bo'ldi. O'zimizga o'shitdi o'zida 10 daqiqa ichida rasmiylashtirib chiqarib berishadi. Zo'r. Men o'zim ko'rdim, o'zim tanishimga shunday olib bordim, sotuv nuqtamizga, bitta sotuv nuqtamizga olib bordik. Ishonasizlarmi, 10 daqiqa ichida bitta propiska evaziga butun boshli bitta smartfonni, ya'ni unga qo'shimcha yoqimli bonuslari bilan birga, iroda bonuslarimiz qanaqa edi bizda? Bonuslarimiz 365 gigabaytga ega SIM karta va undan tashqari 3 oylik Telekom bepul obunasi ham berilyapti bizda. Bu har doim bo'lib keladigan bonuslarimiz va juda ham yoqimli bonus hisoblanadi menimcha. Albatta, menimcha uncha internet do'konlar yokida boshqa saytlarda bunaqa imkoniyatlar taqdim qilinmaydi. Eng yoqqani menga 10 yillik rasmiy kafolat beriladi. Istalgan smartfon segmentini xarid qilasiz, yoqimli bonuslardan tashqari sizlarga 10 yilgacha rasmiy kafolat ham beriladi. Naqd 10 yil. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda aktualniy bo'lgan aksiyalarimiz shulardan iborat. Bundan tashqari bizning saytimizga kirsanglar, aksiyalar bo'limi bor. O'sha aksiyalarda iroda bizda har doim telefonlardan tortib, yana nimalar qo'yardik? Boshqa texnika, gadjetlarimiz ham bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar yaqinda biz aksiyada mikrofonlar ham qo'ydik. Ko'rgan bo'lsangiz, mikrofonlar ham sun'iy intellektda ishlaydigan, juda ham sifatli bo'lgan va hamyonbop narxda bo'lgan mikrofonlar bo'ldi. Albatta, bundan tashqari bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boringlar. Biz aktualliklarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari storieslarimizda bizning mahsulotlarning obzorini, qanaqa ko'rinishini, ularning real video talqinlarini ham qo'yib boramiz. Har doim bizni kuzatishda davom eting. Open Shop biz bilan doramiz oxirida. OpenShop.uzda deb backstage qorsa bo'ladi. 10 yil kafolat bizda. Hozirroq OpenShop saytimizga o'ting va aksiya va vaucherlarimizdan foydalanishga ulgurib qoling. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Yo'q. Bo'ldi.